Poyezd tuzuvchisi poyezdlarni tuzish va tarqatish, vagonlarni temir yo'l shoxobcha yo'llariga berish va olib chiqish kabi manevr ishlarini xavfsiz bajarish uchun mas'ul bo'lgan temir yo'l stansiyasi xodimi hisoblanadi. Poyezd tuzuvchisi bir vaqtning o'zida manevr harakatlarining ham boshlig'i, ham bu ishlarni bajaruvchisidir. Stansiyaning ish faoliyatidan kelib chiqqan holda bir navbatchilikda 4 tagacha va undan ortiq poyezd tuzuvchisi ishlashi mumkin. Ular bir sutkada 24 soat, haftada esa 7 kun navbatma-navbat 12 soatdan ishni tashkil qiladilar. Poyezd tuzuvchisi qolgan boshqa ishchilar kabi ishga vaqtliroq kelib, stansiya boshlig'i tomonidan navbatchilik oldidan o'tkaziladigan rejalashtirish yig'ilishida qatnashib, boshliqning ko'rsatmalarini diqqat bilan eshitib, mehnat muhofazasi bo'yicha joriy yo'riqnomadan o'tishi va berilgan ko'rsatmalarga ish jarayonida amal qilib ishlashi lozim. Navbatchilik to'liq bo'lsa, bugungi ish rejamiz bilan tanishtiraman. Birinchi navbatda hamma yaxshi dam olib kelganmi? Hech qanaqa muammolaring yo'qmi? Agar muammolaring bo'lsa, aytinglar, hozir birgalikda hal qilaylik. Yaxshi. Muammolar bo'lmasa, savollar bo'lmasa, o'rnatilgan tartibda ish tashkil qilamiz. Ya'ni harakat xavfsizligi qoidalari, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda ish tashkil qilamiz. Tashqarida ishlaydigan ishchilar, vagon kuzatuvchilari, poyezd tuzuvchilari, sostavителlar, hamda yuk qabul qilib topshiruvchilari. Vagon tagidan o'tmaymiz, vagon ustiga chiqmaymiz, rels qismlarini bosmaymiz. O'tish joylarida qoidaga rioya qilgan holda o'tib qaytamiz. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa ish bo'yicha Chermetda 4 ta vagon berishimiz kerak. Yuklash uchun 2 ta ichida uborkasi bor olib chiqishimiz kerak, jo'natishga qo'yishimiz kerak. Poyezd tuzuvchisi ishni boshlashdan oldin o'rnatilgan maxsus kasb kiyimida bo'lishi, tegishli signal va himoya vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Aks holda poyezd tuzuvchisi stansiya boshlig'i tomonidan ishga ruxsat etilmasligi kerak. Ishga tayyor bo'lgandan so'ng poyezd tuzuvchisi navbatchilikni stansiya manevr dispetcheri yoki manevr dispetcheri bo'lmagan kichik stansiyalarda stansiya navbatchisidan ish rejasini olib, tanishgandan so'ng ish joyiga boradi. Poyezd tuzuvchi Muxtarov, bugungi ish rejamiz 8-yo'lda 3601 razborka kelgan 30 ta vagon Ulug'bek tomonidan 4 ta boshqalar bilan qoldirilgan, mahkamlangan. Naryad bo'yicha Ulug'bek tomonidan 4 ta limon, 6 ta zarafshon, 2 ta Jizzax, yana 3 ta limon, 8 ta o'zimizga kelgan G'uruzga, undan keyin yana 7 ta vagon Jizzax. Plan rabota bo'yicha Jizzax vagonlarini 4-yo'lga tayyorlaymiz. Remont vagonlarini 10-yo'lgacha aytamiz. G'uruzga hamda zarafshon vagonlarini 8-yo'l o'zida qoldiramiz. Tushunarli. Navbatchilikni bajarishga kirishayotganda ish joyiga maxsus xizmat yo'lakchasi orqali harakatlanib boradi. Bunday xizmat yo'lakchasi bo'lmasa, temir yo'l izini oyoqlari bilan bosmasdan ikki tomonga qarab 90 gradus ostida shpoylar orasiga oyoq bosib o'tishi lozim. Manevrlar vaqtida poyezd tuzuvchisiga vagonlar ustiga chiqish, vagonlar ostidan o'tish, harakatdagi harakat tarkibiga chiqish, harakatdagi harakat tarkibidan tushish qat'iyan man etiladi. Harakat tarkibi to'liq to'xtagandan so'ng vagonning soz holatidagi maxsus zinachasiga chiqishga va ulardan tushishga ruxsat etiladi. O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarida poyezdlar harakat va manevr ishlari yo'riqnomasining 314-bandiga asosan navbatchilikka kirishayotgan poyezd tuzuvchisi o'z hududidagi yo'llarda harakat tarkibining mavjudligi va joylashishi bilan tanishishi, ularning ishonchli mahkamlanganligiga tekshirishi,
hudud uchun mahkamlash vositalarining mavjudligiga ishonch hosil qilishi lozim. Tekshiruv natijalari haqida stansiya navbatchisiga xabar beradi. Stansiya navbatchisi Rahimov. Eshitaman, mekan navbatchisi Rahimov. Stansiyaning 8-yo'ldagi tormoz boshmoqlari tekshirib chiqdim. Jami 4 ta tormoz boshmog'i bilan mahkamlangan, raqamlari 34, 27, 28 tormoz boshmoqlari mahkamlangan. Ushbu yo'riqnomaning 315-bandiga asosan manevr rahbari manevr ishlarini bajarishdan oldin manevrlarda ishtirok etayotgan barcha ishchi xodimlar, jumladan lokomotiv brigadasi ham to'liq tarkibda o'z joyida ekanligiga ishonch hosil qilishi va ularni mo'ljallanayotgan manevrlar rejasi va uni bajarish tartibi bilan tanishtirishi lozim. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, poyezd tuzuvchidan chuqur bilim, teran fikrlash va diqqatni jamlagan holda ishga yondashish talab etiladi. Ishga kelishdan oldin albatta poyezd tuzuvchi yaxshilab dam olgan holda kelishi lozim. Shuningdek, poyezdlar harakati va manevr ishlari yo'riqnomasining 317-bandiga asosan manevrlar rahbari ish jarayonida quyidagilarni bajarishi shart. Manevr harakatlariga taalluqli signal va ko'rsatmalarni mashinist bilan aloqa bo'lmagan va ularning nosozligi holatlarida mashinist yoki uning yordamchisi uzatilayotgan qo'l signallarini yaxshi ko'radigan joyda turib, aniq va o'z vaqtida berishi va mashinist tomonidan to'g'ri qabul qilinganligiga ishonch hosil qilishi lozim. Vagonlarning mo'ljallanayotgan turib qolish vaqtidan qat'iy nazar mahkamlamasdan yoki stansiyaning texnikaviy boshqaruv dalolatnomasida belgilangan me'yordan kam tormoz boshmoqlari bilan qoldirilishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Barcha vagonlar o'zaro va lokomotiv bilan qo'shilganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Aks holda manevr tarkibi harakatlanishiga yo'l qo'ymasligi lozim. U yoki bu yo'lda turgan vagonlar guruhiga qo'shimcha vagonlar ulansa, buning natijasida ilgari qo'yilgan tormoz boshmoqlarining soni hosil bo'lgan vagonlar soniga me'yorlarga muvofiq yetarli ekanligini tekshirishi lozim va bu haqida stansiya navbatchisiga xabar beradi. Mehnat muhofazasi bo'yicha mahalliy yo'riqnomada ro'yxati belgilangan nogabarit va xavfli joylarda manevrlar oshirilganda poyezd tuzuvchisi brigadalariga vagonlarni maxsus zinachasida turishlari taqiqlanadi. Bunday joylarda xavfsiz hududda piyoda yurib manevr ishlari davom ettiriladi. Yuk ortish va tushirish ishlari yakunlanmagan vagonlar bilan manevrlarni faqat yuk ortish va tushirish operatsiyalarini boshqaruvchi xodim bilan kelishilgandan so'ng amalga oshirilishi kerak. Stansiya navbatchilari, strelkali post navbatchilari xizmat ko'rsatmaydigan hudud yo'llarida manevr ishlarini bajarish oldidan manevr harakatini to'xtatib, poyezd tuzuvchisi yo'l va qo'l strelkalari
holatini o'ta sinchkovlik bilan tekshirib, harakat uchun to'siqlar yo'qligiga ishonch hosil qilishi lozim. Qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasidan manevr tarkibi bilan kesib o'tish tartibi. Vagonlarni shoxobcha yo'llariga berish va olib chiqish kabi manevr ishlarini amalga oshirganda, qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmalariga yaqinlashganda, poyezd tuzuvchisi 1-2 vagon oldinroqda harakatlanib borayotgan manevr tarkibini to'xtatishi lozim. Kunning yorug' vaqtida qizil rangli qo'l bayroqchasi, kunning kechki vaqtlarida esa qizil yoki oq rangli qo'l chirog'i bilan, shuningdek signal qushdagini chalib, qo'riqlanmaydigan kesishmaga ehtiyotkorlik bilan piyoda yurib chiqib, harakatlanib kelayotgan avtomobil transportlarini harakatini to'xtatishi lozim. Bu borada poyezd tuzuvchisi o'ziga yordamchi sifatida mashinist yordamchisini jalb qilishi mumkin. Agar poyezd tuzuvchisining yordamchisi mavjud bo'lsa, avtomobillar harakatini to'xtatishga poyezd tuzuvchisi yordamchisi jalb qilinadi. Avtomobil transportlari harakati to'liq to'xtaganligiga ishonch hosil qilgandan so'ng, manevr lokomotivi mashinistiga harakatni boshlab temir yo'l kesishmasidan o'tishiga ruxsat beradi. Manevr lokomotivi mashinisti kesishmadan o'tish davomida doimiy tarzda ogohlantirish signalini uzatib turadi. Manevr tarkibi kesishmani to'liq kesib o'tgandan so'ng, poyezd tuzuvchisi mashinistga to'xtash uchun ko'rsatma beradi va o'zi manevr tarkibiga belgilangan tartibda chiqib olib, manevr harakatini davom ettiradi. Xuddi shunday vagonlarni berish va olib chiqish shoxobcha yo'ligacha nechta qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasi mavjud bo'lsa, barchasidan o'tishda ushbu operatsiyalarni bajaradi. Navbatchilik so'ngiga yetganda, poyezd tuzuvchi o'z hududidagi yo'llarda qoldirilgan harakat tarkibini tormoz boshmoqlari bilan ishonchli mahkamlanganligiga hamda ixtiyoridagi barcha tormoz boshmoqlari haqiqatda mavjud ekanligini tekshirib, ishonch hosil qilishi va keyingi navbatchilikka keladigan yangi poyezd tuzuvchi bilan navbatchilikni qabul qilib topshirish jarayonini amalga oshiradilar va maxsus kitobda imzo chekadilar.